Islom banki. Mavzu: salam. Rejalar. Salam tushunchasi. Salamning Islom bankidagi amaliy qo'llanilishi. Salam savdosidagi shartlar va xulosa. Salam savdosi nasiya molni naqd bahoga sotishlik yoki zimmasiga vojib bo'lgan narsani naqd bahoga sotishlik. Ya'ni molning narxi avvaldan berilib, evaziga beriladigan molni keyinchalik ma'lum bir muddatga olishga kelishishdir. Go'yoki bir shaxs boshqasiga "Mana 100 ming so'm evaziga falon shaharni, masalan, Surxondaryoni falon navli bug'doydan falon muddatga, masalan, iyul oyida menga yetkazib berasiz" deyilishiga o'xshash. Bu savdo umumiy savdodan farq qiladi. Aslida qoida shuki, hali mavjud bo'lmagan yoki mulkka kirmagan narsani sotish joiz emas. Salam. Bu islom moliyasidagi muhim va eng qadimgi moliyaviy shartnoma turlaridan biri bo'lib, oldindan to'lov asosida kelajakdagi mahsulotni sotib olish shartnomasidir. Qisqacha qilib aytganda, salam shartnomasi pul hozir, mahsulot keyin prinsipiga asoslanadi. Bank, ya'ni sotib oluvchi, mahsulotning to'liq narxini shartnoma tuzilgan vaqtda sotuvchiga mudoribga to'lab beradi. Sotuvchi mahsulotni shartnomada kelishilgan kelajakdagi sanada, masalan, 3 oy, 6 oydan keyin bankka yetkazib berishi shart. Salamning Islom bankidagi amaliy qo'llanilishi. Islom banklari salamni asosan qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida qo'llaydi. Bu 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich. Bank mijozga pul to'laydi. Bank fermer yoki ishlab chiqaruvchi mijoz bilan salam shartnomasini tuzadi. Bank mahsulotning to'liq narxini oldindan to'lab beradi. Mijoz shu mablag' bilan ishlaydi va mahsulot yetishtiradi. Ikkinchi bosqich. Mijoz mahsulotni bankka topshiradi. Kelishilgan muddat tugagach, mijoz mahsulotni bankka yetkazib beradi. Bank mahsulotni o'zining omborxonalariga qabul qiladi. Salam shartnomasi mexanizmi. Shartnoma tuzishdan iborat bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi oldindan to'lov, ya'ni bank mijozga. Uchinchisi mahsulot tayyorlash. To'rtinchisi yetkazib berish, ya'ni mijozdan bankka. Beshinchisi esa mahsulotni sotish, bankdan bozorga. Salam mexanizmi shu tartibda ishlaydi. Bank 500 million so'mni kichik korxonaga, korxona esa 10 ming dona mobil telefonni 3 oydan keyin bankka topshiradi. Salamda foiz olinmaydi. Bank foydasini mahsulotni bozordagi narxdan pastroqqa sotib olish va yuqori narxda sotish orqali daromad oladi. Xulosa qilib aytganda, salam bu islom moliyasining halol va samarali vositalaridan biri bo'lib, u foizsiz prinsip asosida ishlaydi va real iqtisodiyotni moliyalashga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu naqd pulga muhtoj ishlab chiqaruvchi bilan kelajakdagi mahsulotga ishonch yo'l bilan ega bo'lmoqchi bo'lgan investor o'rtasidagi halol hamkorlikdir.